Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda uborka qilamiz. Shu bahona meni uyimni ham sizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zi men bu videoni olaymi, olmaymi deb o'yladim ozgincha, keyin olishga qaror qildim. Bu video ancha oldingi video. Menimcha bu videoni 1-2-3 haftalar oldin olgan edim. Men qishloqqa ketishimdan oldin uyimni uborka qilib ketgandim. O'sha video mana shu bo'ladi qizlar. Birinchi bo'lib turib uborka qilishdan oldin kirlarni solib qo'ydim va uborka qilayotganimda ular yuvilib turadi. O'zi qayerdir ketayotganda uyimizni har doim yig'ishtirib ketishga harakat qilaman. Lekin hozir bu videoda hammasi boricha ko'rsatilgan qizlar va anaqa qilmanglar, agar negativ yozmanglar kommentariyaga, chunki men hammasini boricha ko'rsatganman sizlarga. Qanaqadir yig'ishtirib qo'yib keyin ko'rsatmaganman. Biz bu degani har doim ham bunaqa turadi uyimiz degani emas. Prosta shunaqa sal to'ziganroq momentda men sizlar uchun shunaqa uborka videosini olganman. Bu kimlar uchundir motivatsiya bo'lishi mumkin, chunki o'zim ham bunaqa videolardan motivatsiya olib, keyin uylarimni uborka qilaman. Ko'rayotganinglardek, birinchi onamning xonalarini yig'ishtirib oldim, ozgincha to'zigandi, keyin xonamizni uborka qilib oldim. Xonamiz anchagina to'zigandi, chunki anchadan beri meni vaqtim bo'lmayotgandi, prosta qiyim kelmayotgandi xonamizni uborkasini. Mana shu ko'rpalar nimaga kerak o'zi? Hammani uyida bor. Bizning uyda ham bor. O'zi domda yashaymiz va uyimiz kichkinagina bo'lsa, nima kerak shunaqa katta ko'rpalarni turishi? Bizda ikkita pilisos bo'lishiga, ikkita emas, даже 3 ta pilisos bor. Ikkitasi ishlamaydi, bittasi ishlaydi yangi, lekin men har doim supurgida supurishi afzalroq ko'raman, chunki nimagadir tezroq bo'laman-da, supursam pilisos qilgandan ko'ra. Bilmadim nimaga. Chunki oldindan men supurgiga o'rganib qolganim uchunmi, har doim supurib yurganim uchun, может, menga supurish qulayroqdir. Endi hammaga har xilda qizlar, menga supurish yoqadi, kimdirlarga pilisos qilish udobni. Keyin bo'lsa ikkita xonani ham changlarini yaxshilab artib oldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar. O'zi menga uy uborka qilish nimagadir uncha yoqmaydi. Hozirgi paytda uncha yoqmay qolgan, chunki meni usiz ham ishlarim ko'pda. Uy uborka qilish o'zi, men polni uyda o'tiraman, masalan, to'garaklarga 1-2 ta to'garagimga borib kelmasam, baribirga ham qizlar menga uncha yoqmaydi hozirgi paytda, lekin bilmadim. Uborkani boshlab olish men uchun problema-da. Uborkani boshlab olsam, keyin tugatishim problema bo'lib qoladi, chunki men bitta narsaga yaxshilab kirishdimmi, oxirigacha hamma joyiga top-toza qilmagunimcha qo'ymayman. Menda yana bitta narsa bor. Agar men qilsam, polni cho'tka qilaman, bo'lmasam вообще qilmayman-da. Shunaqa odatim bor. Bilmadim, bu yaxshi odatmi, yomon odatmi, chunki baribirga ham sal yig'ishtirib qo'yish ham yo'q-da. Men yig'ishtirib qo'ymayman-da. Yig'ishtirsam polni hamma joyi tozalab yig'ishtirishim kerak. Qizlar, tushundinglar-ku. Xullas, men uborka qilish men uchun anti-stress emas, stress desa ham bo'ladi, lekin unchalik emas qizlar. Chunki boshlab olish menda har doim problema bo'lgan. O'shaning uchun men ham shunaqa YouTube'da yoki boshqa joyda uborka videolarini ko'raman va ulardan motivatsiya olib, shunaqa qilib uborkalarimni qilib olaman. O'shaning uchun sizlarga ham o'zgincha motivatsiya bergim keldi. Keyin ko'pchilik tirnog'imni so'rashibdi qizlar. Men tirnog'imni umuman manikyur qildirmayman, prosta o'zim lak surib, pilkalab olaman. Shuni o'zi menga juda ham yoqadi. Xonamizni ham supurib, changlarini ham artib oldim. O'zi oyna artish qizlar men uchun вообще problema. Umuman oyna artishni yomon ko'raman. O'shaning uchun har doim oynalar qanaqadir shaltoq bo'lib turadi. Chunki boya aytganimdek sizlarga, men birorta ish qildimmi yoki umuman вообще toza bo'lish kerak yoki umuman qilmayman-da o'sha ishni. Oynani artganinglarda har doim dog' bo'lib qolishi mumkin. O'sha narsa bo'lgani uchun men umuman oyna artishni yomon ko'raman. Ikkita xonani ham top-toza qilib oldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarga уже javrab ikkita xonani ham tozalab oldim. Bu bo'lsa ikkita xonani yig'ishib turib bo'lgandan keyingi meni holatim. Juda ham charchadim qizlar, sizlar tasavvur qilmayapsizlar.
Bu yerda bo'lsa pianino aniqa qo'yib, televizordan eshitib, qolgan joylarni zalni to'g'rirog'i zalni yig'ishtirishni boshladim. Bu paytda juda ham issiq edi xonamiz. O'shaning uchun biz zalda yotib shunaqa ko'rpacha solib, bizda zal ko'rayotgan bo'lsanglar ham kir yoyadigan xona, ham yotadigan xona, ham stol olib kirib ba'zida ovqatlanadigan xona. Oshxona ham juda ham isib ketayotgani uchun, zalda konditsioner bo'lgani uchun o'sha zalda ovqatlanayotgandik va dazmol qiladigan xona ham bizda zal ekan. Ko'ryapsizlar. Keyin bo'lsa dasturxonlarni yig'ib oldim. Bilmayman, bu yerda nonushta qilgandan keyin yig'magandim, yoki obed qilgandan keyin ham yig'magandim. Va dasturxonni ham yig'ib, stolni o'zim olib chiqib tashladim. Bu men uchun problema emas, qizlar. Men har doim o'zim olib chiqib, o'zim olib kiraman. Hali olib chiqmabman, keyinroq olib chiqaman, ko'rasizlar qizlar. Chunki oshxonani yig'ishtirib, keyin olib chiqdim. Hozir bugun уже nechi? 3-iyul. Buni ancha oldin oldim-da, qizlar. Bu videoni o'shaning uchun eslolmayapman. Bu orada meni kirlarim ham yuvilib chiqibdi va men hamma kirlarimni ham ilib vot ko'rayotgan bo'lsanglar, kirlarni qo'ygani qani? Faqat anaqalarni, bu yoqda ilibman, qizlar. Xavotir olmanglar. Vot, keyin bo'lsa, vannani yig'ishtirdim. Adashmasam, hozir vannani yig'aman-ku. Yo'q. Kirlarni solib qo'yaman yana. Namuncha har xil qilib tiqib tashladingiz desanglar, bu yerda umuman rangi chiqmaydigan kiyimlar, o'shaning uchun so'raverdim-da. Kir mashina bo'lsa ham nimagadir bizda har doim kirlar ko'payib ketadi. Men erinaman kir solib qo'yishga ham. Vot qizlar, shunaqa qilib vannani ham yig'ishtirib oldim. Vannam kirligini ham yozib ketdinglar kommentariyada. Chunki rostdan ham kir ekan. Zora sizlarning gapinglar bilan keyin yuvib qo'ysam. Давайте shu anaqamiz, shu uborka videomiz хотя бы 100 tadan oshiq like yig'sa, mana shu vannani yuvganimiz sizlarga video qilib qo'yaman. Bu yerda bo'lsa, mana nima bu? Anaqa pilisos ichini odam bo'shatib yuvib qo'ydi-dilar, anaqaga ustiga ko'rsatib kelamiz degandilar. Vot, shunaqa qilib kir mashina, nima deyapman? Pilisosni shunaqa ichidagilarni yuvib oldim. Bu pilisos anaqada moykali plus nima desa bo'ladi? Gilam yuvsa bo'ladi-da bu pilisos bilan. Prosta shunaqa qilib ichi chang bo'lib ketibdi rosa ham. Oxirgi marta ishlatgandan keyin tozalab qo'ymaganman-da, ko'ryapsizlarmi? Shundoq olib kirib qo'yganman kladovkaga. Shundan beri turgan qizlar. Vot ichida вообще yaltiroqlari ham, balo battarlari ham bor qizlar. Boya aytayotdim-ku, kir mashina, kir solib qo'yish ham menga qanaqadir nima desa bo'ladi, erinaman dedim-ku. Rostdan ham qizlar qadrlamaymiz-da, shunaqa sharoitda ham. Даже meni sharoitim ham yomon emas. Unaqa zo'r bo'lmasa ham zato yomon emas-da, вообще normalniy sharoit. Lekin shuni ham men shukr qilmayman. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa odamman, qanaqa bandaman. Shu shukr qilishim kerak. Qaranglar, вообще bo'lib ketibdi. Vannam hozir videoda ko'rib bilyapman, вообще bo'lib ketgandi. Lekin atak hayotda qaraganinglarda bu darajada bilinib turmaydi-da. O'shaning uchun ham men yuraveraman shunaqa qilib. Endi navbat ko'rayotgan bo'lsanglar, koridorga kelibdi. Koridorni ham bir pastga yig'ishtirib oldim mana. Umuman muammosi yo'q qizda. Вообще negativ yozmaydi, вообще tezda yig'ishtiriladigan joy. Endi bo'lsa koridorni ham supurib olamiz qizlar. Shunaqa qilib tezda supurib olamiz. Shu joyda menga podpiska bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin, chunki meni 87% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Tez obuna bo'lib qo'yinglar. Men shuncha harakat, shuncha nima desa bo'ladi, telefonimni to'ldirib sizlarga video olaman. Mana shu o'zi aslida men shu polniy videolarni qo'shganimda menda 1,5 soatlik video bo'lib ketgandi. Men buni montaj qilib sizlarga 13 minut qilib qo'yibman. Bu degani meni telefonim ancha to'lib ketdi, anaqasi degani qizlar. Shuning uchun like bosib, podpiska bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Bu harakatni o'zi ham sizlarga nima desa bo'ladi? Xullas, qizlar like bosib qo'yinglar. Va shunaqa qilib koridorni pollarini artdim, supurib oldim va tozalab oldim. Endi navbat oshxona bilan balkonga namuncha befarosatsan, shunaqa ham odam bo'ladimi deb bir pasta yig'ishtirib olamiz qizlar. Vot, idishlarni ham yuvishimiz kerak endi. Qolgan joylar zato toza bo'ldi. Endi idishlarni birma-bir olib, joylashtirib olamiz. Keyin bo'lsa idishlarni yuvib olamiz qizlar.
Xullas, aytganimdek, menga podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va bunaqa video ko'proq xohlasanglar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Ko'proq qo'ying bunaqa videolar, uborka videolari desanglar, men jon deb qo'yaman. Qizlar aytgancha, videoni oddiy uborkani oddiy qilish osonroqda. Hech ham video olib uborka qilishdan ko'ra, shunchaki uborka qilish men uchun osonroq. Lekin men shuncha harakat qilib, sizlar uchun kameralarni to'g'rilab, videolarni qo'yib olganimdan keyin albatta bu video like bosishingizga arziydi deb hisoblayman. Shunaqa qilib idishlarni birinma-ketin gellab yuvib oldim-da qizlar. Mendan aqlli qiz yo'q o'zi bu hayotda. Tez meni maqtab tashlaylar kommentariyaga. Mana o'zi ko'pchilik, masalan, bilganlar bunaqa nima desa bo'ladi. Вообще energetikniy qiz deb o'ylamaydi. Hayotda o'zi ko'rganlar qanaqadir g'amgin, so'lib qolgan qiz deb o'ylasa kerak, lekin men вообще qizlar prям nima desa bo'ladi. Bilmayman, qizlar вообще xursand bo'lib ketaman ba'zi paytda. Shunaqada qizlar tushunmaslarmi? Вообще o'zi nima deyotganimni ham o'zim tushunmayapman. Sizlar qanaqa tushunasizlar, to'g'rimi? Bo't shunaqa qilib bir pasta idishlarni yuvib tashladim. Sizlar uchun bir pasta bo'ldi, men uchun 1 yilday o'tdi bu kun. Bu gullar nimaga yerda turuvdi? Chunki bo'tga quyosh tushadi, obeddan keyin. Ana gulim so'lib qolayotgandi. Unga esa quyosh kerak. Shunaqa qilib tepaga olib, balkonni ham bir sidra yig'ishtirib, supurib oldim. O'zi bu balkon oldin bizada shunaqa qilib ovqatlanadigan joy bo'lardi, tepasi. Apasida bo'lsa hech narsa bo'lmasdi. Ana shkaflar ham yo'q edi-da. O'shaning uchun men ozgincha ikkilanmayman. 2024-yildagi videolarni qo'yishga, lekin ko'pchilik yozibdi, qo'ying deb yozishdi, lekin u paytlarda bizda remont bo'lmagan, boshqa normalniy bo'lmagan deb qizlar. O'shaning uchun men ozgincha uyalyapman. Может qo'yarman qizlar, ko'ramiz. Lekin hozir ukamni yotadigan joyi o'sha balkonda. Вот. Keyin shunaqa qilib kirlarni ham yoyib oldim va meni uborkam tugadi shu joyda. Вот, eng mazza qiladigan joyi aynan shu yerda bo'ladi qizlar. Hamma joylarni yig'ishtirib qo'ygan joylaringizga mazza qilib termulib o'tirsangiz, hamma charchoqlaringiz chiqib ketadi. Va bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariy yozib, menga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Va bunaqa videolar ko'proq chiqishini xohlasanglar, albatta meni qo'llab-quvvatlanglar qizlar. Shunaqa qilib bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Meni uborkam ham, meni o'zim ham o'z nihoyamga yetdim qizlar. Chunki ko'rsanglar, o'z bilasizlar qanaqa ahvoldaligimni. Вот, qaranglar, hamma joyim chang, rasvo, boshim вообще shunaqa qilib keyin bir pasda top-toza oppoq qiz bo'lib oldim qizlar. Hammaga rahmat, ko'rganingiz uchun xayrli kun. Men bo'lsa ketdim.